Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Nurmuhammad bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Florida downtowndamiz. Nurmuhammad, qalay bo'ldi endi Midway bilan ishlash? Biz bilan 2024 adashmasam noyabr oyida qo'shildik. Vizani avgust oyida oldik. Shunaqa. Shunda 9-10 oy birga ishladik. Midway bilan ishlash qanaqa bo'ldi? Biz haqimizda realni chin qalbdan o'tib, boshqalarga tavsiya berasanmi o'zi? Albatta. Hammaga tavsiya beraman. Men kirganimdan beri ancha narsalar o'rgandim, ancha hayotiy tavsiyalar ham oldim. O'zimga katta tajriba bo'ldi. Bu davrda ancha narsani ko'rdim, ancha narsani o'rgandim. Hammaga tavsiya qilaman. Okay. Nurmuhammad bizga kelganda IELTS bor edi. 7. SAT yo'q. Floridadagi zo'r universitetga granting qanaqa? Chotki, juda ham zo'r. Chotki. Sen o'zing bu yerga kelding. Bu universitetda o'qiydigan boshqa o'zbeklarni ham ko'rding, to'g'rimi? Boshqa o'zbeklardan seni granting yaxshimi, yaxshi emasmi? Juda ham zo'r. Bemalol eplab, bu yerda yopib, o'zim eplasa bo'ladigan. Eplasa bo'ladi. Albatta. Gap yo'q. Nurmuhammadni birinchi kelganda universitetlarga topshirishni boshladik noyabrda. Keyin universitetdan javoblar chiqdi. Keyin vizaga preparation boshlandi. Viza preparation qanaqa bo'ldi aslida? To'g'risini aytaman, oson bo'ldi. Unaqa qiynaldim deb o'ylamayman, chunki mana Abduroz akam shaxsan o'zlari menga yordam berdilar. Zoom mitinglar qildik. U paytda Abduroz akam Toshkentda edilar. Coworking zonada to'g'ri ko'rishib, gaplashib, tayinlandik. Menga ipidan ignasigacha o'rgatdilar, qanaqa savollar tushish haqida ma'lumotlar berdilar. O'sha savollarga qanaqa javob berishni ham o'rgatdilar. Qanaqa kiyinib kirishimgacha menga maslahatlar berdilar. Juda ham zo'r. Hammalarga tavsiya qilaman shu jamoani bir a'zosi bo'lishga. Kelinglar, ishlaylar Midway bilan. Menga o'xshab mana Floridada o'qiysizlar, nasib qilsa. Inshaalloh. Men o'zim Nurmuhammadni Miami aeroportidan kutib oldim. Do'stim, agar siz ham biz bilan ishlaydigan bo'lsangiz, inshaalloh qaysi aeroportga keladigan bo'lsangiz ham o'zim kutib olib, yo'l ko'rsatib, xudo xohlasa qiynalmaysiz. Midway eng zo'ri. Eng zo'ri. Gap yo'q. Tavsiya qilaman hammalarga. Rahmat.